Bitta varaq uzilsa bilinish kerak bo'ladi. Nomerlangan bo'lishi kerak, boshqa qilish kerak. Qanaqalik Osyapti, xo'p qarang, mana bu osyapti. Ularga men xizmat ko'rsatmayapman. Berlinda chiqib ketgan uylar. Bu nima ahvol? Aslida o'ziga to'g'ri qilinadi. Yopib turish kerak, boshqa qilish kerak. Liboy bolachaga kelib boshqa. Men sizni tushundim. Hozir Yurtimizga sovuq kunlar, qish fasli yaqinlashib kelmoqda. Bu esa ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyalariga, ya'ni BSKlarga yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Biroq Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan poytaxt hududi bo'ylab tashkil etilgan tungi reyd tadbirlari shundan dalolat bermoqdaki, ayrim kompaniyalar bu mas'uliyatni to'liq anglab yetmayapti. Jumladan, Chilonzor tumanidagi Max Qurlider boshqaruv servis kompaniyasida murojaatlar jurnali yuritilishida kamchiliklar kuzatildi. Xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan texnik jihozlar esa qoniqarsiz ahvolda ekanligi ma'lum bo'ldi. Ko'p qavatli uylarning atrofida yoritish chiroqlari o'rnatilmagan, elektr shitlari esa qarovsiz ahvolda qoldirilgan, issiqlik tizimlari esa mavsum talablariga umuman javob bermaydi. O'rganish jarayonida avvalambor boshqaruv servis kompaniyasining 24 ga 7 dispetcherlik xizmati Vazirlar Mahkamasining 3-sonli qarori talablari darajasida tashkil etilmaganligi, murojaatlarni ro'yxatga olish daftarlari to'liq yuritilmayotganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari ko'p kvartirali uylarning o'rganish jarayonida kuz-qish mavsumiga dasturga kiritilgan uylardan energiya tejovchi lampalar belgilangan tartibda o'rnatilmaganligi, ko'p kvartirali uylarning yerto'lasida issiqlik taqsimlovchi uzillarida kamchiliklar borligi aniqlandi. Shuningdek, Comfort Universal Trade kompaniyasi faoliyati o'rganilganda ham unga biriktirilgan uylarning ayrimlarining yerto'lalarida suv toshish holatlari kuzatildi. Bu esa ahvol achinarli ekanligini ko'rsatmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani Borjar mahallasida 1 va 3-sonli ko'p kvartirali uylarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilganda, ko'rib turganingizdek, o'sha muhandislik kommunikatsiya tizimlarida nosozliklar borligi aniqlandi. Nosozliklar oqibatida shu yerto'la qismida suv toshish holati borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur ikki kompaniya faoliyati bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan inspeksiya xodimlari tomonidan bajarilishi shart bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi. Agar belgilangan kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmasa, mazkur boshqaruv servis kompaniyalariga nisbatan ma'muriy choralar qo'llaniladi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, poytaxtdagi ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatishda mas'uliyat va tizimli yondashuv har bir BSKning asosiy vazifasi bo'lishi lozim. Chunki har bir xonadondagi farovonlik ularning ishiga bog'liq. Eslatib o'tamiz, ushbu reyd tadbirlari nafaqat poytaxt hududida, balki respublika miqyosida inspeksiya xodimlari tomonidan olib borilmoqda.